kim qilmagan narsani qilib ko'raman. Hali zo'r bo'ladi. Topdim. Qonunni bilish o'zimizni hurmat qilishdan boshlanadi. Madina, qara, ko'ylagimga nimadir yetishmagandek tuyulyapti. Ko'ylaging juda ham chiroyli turibdi. Bu tanlovda sen albatta g'olib bo'lasan. Yo'q, nimadir yetishmayapti baribir. Ko'ylaging shundoq ham juda chiroyli turibdi. Yenglari ham bejirim ekan. Topdim. Zuhra, bu bayroqni nima qilasan? Hech kim qilmagan narsani qilib ko'raman. Hali zo'r bo'ladi. Axir bu nima deganing? Bu bizning davlat ramzimiz hisoblanadi. Davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunga binoan davlat bayrog'imizni etakni past qismiga, poyabzal ustiga, shuningdek choyshab qilib ishlatilishi taqiqlanadi. Madina, qara. Endi qanday? Mana buni davlat ramzlariga hurmat desa bo'ladi. To'g'ri aytasan. Qonunni bilish o'zimizni hurmat qilishdan boshlanadi. Ketdik endi. Tanlovda ishtirok etib albatta g'olib bo'lamiz. Ketdik.